Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz do'stlar, aka-akalar, insonlar, hammalarning hozirgi vaqti xayrlik bo'lsin. Dialog qanimizga xush keldinglar. Men bugungi riyosatchi Jinesda To'xti, bugungi saytimizga Uyg'ur Yevropa institutining mudiri, sosiolog, Fransiya sharqshunos o'qituvchisi Dinur Rayhon xonimni taklif qildik. Xush keldingiz. Hoş bulduk. Fransa Şarkşunaslık İnstitutu. Sharqshunoslik İnstitutunu o'qituvchi. Hoş bulduk. Rahmat taklif qilganinglarga. Bugungi suhbatimiz shu feministlik to'g'risida ozroq paranglashimiz. Sizdan so'raydigan tunji savolim shu feminizm degan zot nima? Feminizm xuddi barliq izm bilan oxirlashadigan barliq nima so'zlarga o'xshashlar. Bu bir ideologiya, ya'ni ideologiya harakat, ma'lum bir harakat ideologiyasi, qanday harakat ideologiya harakati qanday, ya'ni barliq ayollarningki, barliq insonlarningki, er va ayol bo'lsin, barliq insonlarningki jamiyat oldida iqtisodiy, ijtimoiy, qonuniy qonuniy va siyosiy jihatdagi huquqlarningki barobar bo'lishini talab qiladigan bir harakat, bir ideologiya harakati. Endi ba'zilar buni to'lalarda haqiqatan feminizmni xato tushunib olgan ahvollar bo'ladi. Ammo endi yana birisiga faqat birla feminizm bo'lmaydi. Feminizm ya'ni biz endi fransuzchada, masalan, uyg'urchada yo'q, boshqa tillarda yo'q, ammo fransuzchada ko'plik atalg'usi bor, ya'ni ko'plik shunda bo'lgan chog'da shunga birla feminizm emas, feminizmlar, ya'ni ko'plagan harakatlar o'xshamagan, chunki har qanday ideologiyaga o'xshashlar xuddi bu ideologiyadami o'xshamagan harakatlar bor. Shunga nima barliq ammo o'rtaq, hammasiningki o'rtaq muddaosi mushu jihatlarga, mushu o'xshamagan sohalardagi erlar va ayollarni, ya'ni insonlarningki barobarlikni talab qiladigan bir harakat. Tushundim, ko'p rahmat. Ikkinchi savolim, shu feminizm harakatining tarixiy jarayoni va bugungi ahvoli to'g'risida ma'lumot bergan bo'lsangiz. Endi feminizm degan so'z fransuzchadan kelgan. Fransuzchadan kelgan so'z, endi bu so'z garchi 1830-yillarda paydo bo'lgan bo'lsa-mu, garchi endi paydo bo'lgan vaqti u qadar uzun bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo amaliyotda xuddi bilganimizdek insonlar paydo bo'lgandan e'tiboran insonlar har vaqt bir o'zlariningki huquqlari uchun kurash qilib kelgan. Erlar bo'lsin, ayollar bo'lsin, ayollarmi shundoq, bu uzun insonlar tarixida, ya'ni 50 yillarda shu tarixda ko'p burundan tortib erlar ota urug'doshlik jamiyat bo'lganligi uchun ayollar asos jihatdan besilib kelgan jamiyatlarda, va lekin bunga qarshi ayollar har vaqt buning qarshilik javobini berib kelgan. Endi faqatlar bu qarshilik javoblar faqat ya'ni 1800-yillardan e'tiboran bir nazarga ilinishga boshlagan. Endi bu ob'yam deganimdek, ondan yana birisiga bu feminizm harakati. Feminizm harakati bir qancha to'lqinlarni, bir qancha vaqt to'lqinlarini besib o'tgan, ya'ni birinchi qitimliqni endi 1800-yillardan tortib toki 1930-yillargacha birinchi bosqich desak bo'ladi. Bu birinchi bosqichda talab qilingan narsa, ya'ni ijtimoiy huquqlar, ya'ni ijtimoiy va siyosiy huquqlarni talab qilgan, ya'ni masalan ayollarningki bilet tashlash huquqining bo'lishi, ya'ni grajdanlik huquqi, ya'ni grajdanlik huquqini talab qilgan. Undan keyin 30-yillardan toki 60-yillargacha bir ikkinchi bosqich. Bu bosqichda ya'ni zo'ravonlik qarshi ayollar qilingan jismoniy va psixik zo'ravonlik qarshi harakat bo'lgan. Uchinchisi bo'lsa 60-yillardan 90-yillargacha buningda ya'ni ayollarning jinsiy huquqlarini talab qilish bo'lgan. Masalan, ayollarningki 60-yillardan 90-yillargacha masalan ayollarningki nima huquqi, masalan
bola tushirish huquqi degandek shu huquqlar. Undan keyin bo'lsa 90 yillardan 2010-2015 yillarga deylik. Bu mezgilgacha 4-bosqich. 4-bosqichda bo'lsa, undan keyin ko'proq nima ayollarningki ijtimoiy, siyosiy va qonuniy huquqlarda, undan iqtisodiy huquqda, chunki butun dunyoda hozirga qadar ayollar bilan erlarningki ya'ni xizmatchilarningki o'xshash bir xizmat uchun oladigan maoshi o'xshamaydi. Ayollar asosida Fransiyada bo'lsa bu o'xshamasa 25%. Masalan, ayollar erlardan 25% maoshni az oladi. Butun dunyoda shu o'xshamaslar. Faqatlar bultur tunji bo'lib butun dunyoda faqat Islandiya ikkisini tamoman barobar qildi. Bu huquqni endi Islandiya faqat birdan-bir barobar qilgan davlat hozirga qadar. Qolgan davlatlarda nisbat o'xshamaydi. Fransiyada bu nisbat 25%, ya'ni xeyli yuqori nisbat. Undan keyin bo'lsa, bu endi 2015-yildan bugunga qadar hozir ko'rayotganimiz bo'lsa, endi ko'rganimiz bilganimizdek oxirgi harakat Me Too harakati. Me Too'dan tortib yana ayollar qilingan nimalar bo'libmi? Jinsiy zo'ravonlik va jinsiy parakandachilik mushuning har qaysi nimalarda o'xshamagan sohalarda. Shunga qarshi yangi bir harakat bo'ldi. Bilganimizdek, Me Too harakati boshlangandan beri nurg'un davlatlarda bo'libmi, g'arb davlatlarida bu ayollar faqat ayollarning emas, erlarningki bu vaqtiki bilimimi, bilishimi zo'raydi, ham bunga qarata ularning diqqatimi zo'raydi bundan keyin. Shunga biz bir qancha 5 bosqichga bo'lindi deb o'ylayman feminizm harakatini. Undan boshqa yana bir narsasini deb qo'ygan narsa feminizm desa bizning jamiyatlarda nada onun kendinden ayollar ko'proq besilgan jamiyatlarda feminizm degan so'zdan bekroq yoki feminist degan so'zdan bekroq o'qidi. Nimishqa bir narsadan insonlar nimishqa bir narsadan qo'rqadi ma'lum bir ideologiyadan yoki bo'lmasa o'xshamagan bir dindan yoki bo'lmasa o'xshamagan bir ifodadan o'xshamagan bir narsadan yoki hattoki uyg'ur tilida shunday yaxshi bir nima bor maqol bor tamsil shahar ko'rgan ishdan qo'rq deydi. Ya'ni chunki nimishqa shahar ko'rgan ishdan qo'rqmaydi. Shahar ko'rgan ish jihnasini biladi. Sayyoh qilgan odam jihnasini biladi chunki boshqa yerlarni ko'rgan emasmi? Paqaning quduqning ichida paqa hech nimani ko'rmagan ekan. Undan qo'rqishni hojati yo'q. Uning biladigan narsasi yo'q. Uning biladigan shunchalik chekib qo'ygan ekan. Shu sababdan uning keyin insonlar har qanday jamiyat, mayli Uyg'ur jamiyati bo'lsin, har qanday jamiyatda o'xshamagan narsadan qo'rqadi insonlar. Chunki bilmaganligi uchun. O'xshamagan bir dindan qo'rqadi, o'xshamagan masalan ba'zi xristian davlatlarda musulmonlar qarshi o'chmanlik harakatlari bo'lgandek va yoki bo'lmasa musulmonlar jamiyatida dinsiz o'zlarini dinsiz degan yoki bo'lmasa boshqa bir dindagi odamlarga zo'ravonlik bo'lgandek shunday ahvollar nimadan kelib chiqadi? Insonlar bo'lgan o'chmanlik yig'ib yetib kelgan chog'da insonlar jamiyatiga o'chmanlik bilmaslikdan keladi. Ya'ni odam bilmagan narsadan qo'rqadi. Qo'rqqan sari o'chmanlik kelib chiqadi. O'zini qo'g'dash uchun. Shunga keyin shu masalada masalan shu ayollar bekrak ezilgan davlatlarda, jamiyatlarda feminizm va feminist degan so'zdan qo'rqish bor. Deb bo'yicha bilmadim. Tamam. Kompyuter meselesi. Ekran aqib qoldi. Shu sababdan lekin amaliyotda bunday chunki men bir masalan bilganlardak butun Uyg'ur jamiyati bildim. Men bilganlardak Uyg'ur xalqining huquq uchun kurash qilgan. Huquq uchun kurash qilgan insonlarning huquqi uchun, ya'ni men insonlarning huquqi uchun kurash qilman. Albatta men Uyg'ur bo'lganim uchun oldindan Uyg'ur xalqimning huquqi uchun kurash qilman. Huquq uchun insonning huquqi uchun kurash qilgan odamlar shuni biladi. Bo'libmi? Yana birsiga bizga Uyg'urlarga o'xshash ömür bo'yi biz osonlik ataldik. Biz tug'ilganimizdan beri biz osonlik deb atalib keldik. Biz undaylik erkin ajdodlarimiz ko'rgandek 5 yil o'sma ko'rgan erkin Sharq Turkiston jamiyatini ko'rganimiz yo'q. Bizning ota-onalarimizni ko'rmadi, balkim mening bolarim ko'rmadi. Ishqilib, ulardan balkim cho'ng bolalarimiz ko'rgan bo'lishi mumkin. Shundan keyin biz ezilib kelgan bir xalq. Ezilib kelgan bu xalqimiz osonlik atalib keldik. Endi insonlarning kishilik huquq uchun kurash qilgan insonlar
ezilishning nimaligini biladi. Ezilishning nimaligini bilgan insonlar boshqa bir asonliq guruhlarni ezmaslik kerak. Ve hamma odamning barobar bo'lmagan jamiyatda xo'shallik bo'lmaydi. Ya'ni anaqaning odillik bo'lmagan jamiyatda xo'shallik bo'lmaydi, tinchlik bo'lmaydi. Shu biz nima qilyapmiz biz Uyg'urlar o'zimizningki nima erkinligimiz uchun kurash qilyapmiz. Erkinligimiz uchun kurash qilgan ekanmiz, biz erkinligimizningki erlarimiz ve ayollarimiz ve erlarimizningki erkinlik uchun kurash qilyapmiz. Barobarlik uchun kurash qilyapmiz. Biz barobar bo'ladigan, xo'shal yashaydigan o'zimizning hayot uchun kurash qilyapmiz. Shundaqmi? Şuna muşundaq bir cemiyette şuna ayollar itiraf kılınışı, hatta ki ayollar itiraf kılınışı degan söz bulması gerek diye ameliyette. Ama Uygur cemiyeti başka bir cemiyet, dünyadaki nurgun cemiyetlerine okşaşlar bu ayolların izilişi ve ayolların itiraf kılınması, ayolların hizmetlerine itiraf kılınması umumi bir hadise. Gerçeğinin kendinden hem de elbette okşamayan cemiyetlerde bunun derecesi okşamaydı. Onun kendinden şuna hem de bir narsani bilish kerak, bilib bilmagan narsadan qo'rqishninki nima bilmaganligingiz uchun qo'rqsiz. Shunga o'rganishingiz kerak, bilishingiz kerak. Undan keyin faqatla odam deganim hamda logika, meniki demoqchi bo'lgan logikam biz huquqimiz insoniy huquqimiz uchun kurash qilayotgan odamlar. Undan keyin biz o'zimizning ichidagi başka nimelik asıllık hesaplanan gruplarını çetki bakmasımız gerek. Bunun içinde asıllık dediğimiz bana belki deyişiniz mümkün. Ayollar asıllık emas ko'da. To'g'ri, Uyg'ur jamiyati meningcha dunyodagi ko'plagan jamiyatlarga o'xshashlar ayollar son jihatdan ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki nurg'un jamiyatlar faqat nima Xitoy bilan Hindiston jamiyatidan boshqa jamiyatlarda boshqa jamiyatda ayollarni o'tiritish bir nimasi bor, tarixiy va kültürü var bularınki, medeniyeti var. Ama kalan devletlerde, menimcha kalan cemiyetlerde ayollar erlerden köprek buluş ihtimallik yukarı yemdi. Şundayken, lekin asıllık, menim degan asıllık degan gibim bu son jihatga emas. Yani jamiyatşunaslık jamiyatşunaslık nazari bo'yicha asıllık deganimiz bir jamiyatda soni jihatdan asıllık emas. Belki kanuni, yani insani kanuni ve siyasi, ictimai orun jihatdan töven orunda, bisilme orunda bo'lgan gruplar asıllık deb ataymiz. Fransiya jamiyatidami ayollar yanala asıllık hesaplanadi. Yani çünkü ayollarning o'rni tegi erlar bilan baravar bo'lgani yo'q. Odam deganda iqtisodiy jihatdan 25% töven maoshlariga o'xshash narsaga. Ve yana nurg'un narsalar va Fransiya jamiyatida xuddi shunga o'xshash Uyg'ur jamiyatida shundoq ayollar garchi balkim ko'proq bo'lishi mumkin, ayollar erlar qaragan chog'da mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar asonlik emas son jihatdan. Lekin ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy qonuniy jihatlardan bo'lsa biz ayollar guruhi asonlik guruh. Ya'ni bosim besilma holatdagi guruh bor. Şunu demekçi bo'ldim, mushu jihatdan demoqchiman. Ondan yana birsiga Fransiyada hamda ingliz tilida bu so'zni ishlatamni bilmayman, hamda feminist degan gap paydo bo'ldi yaqinqi bir 10 yildan beri. Feminicid degan gap, feminist emas, feminisid. Hamda degani sid degani o'ltirayotganlikni sid deb ataydi. Masalan, etnosid, bizning masalanga xeyli uzungacha, masalan, genocide bor, genocide. Side, inglizcha side deb. Feminicide, yani ayollarni o'ldirish jinoyati. Ayollarni o'ldirish jinoyati degan. Masalan, Fransiyada bu tur butun bir yil 125 ayol o'ldirildi. Yani feminicideden 125 bo'ldi masalan. Türkiye'de texmi ko'p, chunki Turkiyada nima kadın shiddat deb. Shunday. Hamda shunga mumkin demoqchi bo'lganimda. Masalan, Fransiya jamiyatidami biz nimada masala ig'ir demoqchiman. Fransiya jamiyatida. Shunga mumkin lekin biz fransuzlarning bir davlati bor-ku. Bizdan bir g'imi kam. Cho'ng bir g'imi kam. Bizdek o'zimizning davlat uchun kurash qilayotgan va erkinligimiz uchun kurash qilayotgan odamlar, ya'ni o'zimizning huquqiy va izilishning nimaligini bilgan odamlar o'zimizning bilan birga hatta nimadan erlardan ko'p yuqori ahvolda va ko'p oldidan o'zini butun nimani vatanninki ozodlik uchun kurash qilayotganlari guruhlar ayollar guruhi.
Mushundaq holatda ularni idrok qilmaslik va besish bo'lib mumkin va nima huquqlarga hurmat qilmaslik bu albatta biz hergiz boshqalarga nisbat boshqalardan bakrak biz Uyg'urlar bundan texmi bu tarafda biz ilgirlashimiz kerak. Biz bu jihatda ilgirlamasak albatta bizning vatanni qutqizish degan gap ko'pikka aylantirgan. To'g'ri tushundim. Rahmat. Undaq bo'lsa, sizce Uyg'urlarning feminizmga bo'lgan tushunchasi qanday? Uyg'urlarning kollektiv tushunchasida ayollar huquqi masalasi bilan munosabatli qanday masalalar mavjud? Hozir men kelgan gapni rostlayman. Birinchi savol qo'shib xuddi hech kim savolni bildirgandek nima javob berib ketdim. Nisba to'g'ri. Shunga bir qismini dedim, deganimdek. Endi Uyg'urlarda ham degandek bilmaslik, ko'proq bilmaslik masalasi mavjud. Undan keyin yana birsiga xuddi nurg'un masalalarga o'xshashlar. Masalan, undan keyin feminizm to'g'riliq bizda bekli oz, ya'ni ishlangan temalar ijtimoiy aslida nima ish qilganda yo'q desak bo'ladi, yo'q deyarlik. Endi boshlangan vatanda biroz boshlangan dastlabki nusxasi, ibtidoiy nusxasi boshlangan 2010-yillardan e'tiboran. Ammo undan keyin 2016dan e'tiboran bu nimalar butun bizningki sarxillarimizningki biraqla nimada kamplarga ib ketilishi bilan albatta bu masala tamoman yo'q bo'ldi. Diasporada boshlanmaydigan chog'da lagerlar boshlanib ketdi. Endi mundaq gap, undan keyin bizningki kuchimiz bekoz, endi bizda ijtimoiy fanda o'qiganlar bekoz, yo'q deyarlik. Va ijtimoiy fanda o'qiganlar ichidami diasporada. Yuqori saviyada o'qib kelganlar yo'q deyarlik. Shu sabab undan yana birsiga undan boshqa bizning vazifamiz haddidan tashqari jiq bo'lganligi uchun bizdan ma'lum bir sohada bo'lib ijtimoiy fanda uzib chiqib dunyoga ko'z tutadigan odamlarimiz yo'q desak bo'ladi. Chunki nimishqa bizning kichikkina zimmamizda vazifa haddidan tashqari jiq bo'lib ketdi. Bo'lgan shu 6 yildan beri. Endi demoqchi bo'lganim bu tarafdagi bilishlar shuning uchun yo'q desak bo'ladi. Ondan yana birsiga bo'lsa to'rlar, Facebook bo'libmi? Facebooklarda mumkindan hammalar bilgandek, to'la hollarda bilgan odamlar emas, bilmagan odamlar ko'p bir narsa taqidi yozadi. Undan keyin chunki bilgan odamlar va shu sohada yuqori o'qigan odamlarningki nima vazifasi bekchi bo'lib ketganligi uchun buni qildirganga vaqti va kuchi, energiyasi yo'q. Shu sababdan bilmaganlar xuddi nurg'un sohaga o'xshashlar, bilmaganlar to'rni egallab ketdi. Shunga keyin xato tushunchalar, xato bilimlar, xato bilgilar ko'p yamrab ketdi bu. Shunga Uyg'ur jamiyatida bu jihatda nima masala intayin ko'p, hammani noldan boshlashga to'g'ri keladi. Bildirishga to'g'ri keladi. Ammo bu jihatda meniki yana bir deydiganim mumkindan ham degan birsiga. Bizga mumkindan bu jihatda yoshlar lazım bu jihatda bizga. Yoshlar lazım. Yoshlar cho'qim nima masalan biz masalan men hammaga yetish bo'lmayman. O'xshash yana ko'p nimalar yetish bo'lmaydi. Shunga yosh bolalar shu ishda bizning jamiyatimizni o'zgartiraylik, bizning jamiyatimizni olg'a surgizaylik deydigan yoshlar lazım. Shunga shu yoshlar kelish kerak, kelib bundan keyin birlikda qiladigan ishlarni tanqid qilish kerak. Bo'laqman shundoq undan keyin bilim taqtishda, masalan, feminizm to'g'riliq bilim taqtishda, to'g'ri bilimni yetkazishda xalqimizga. Har qanday narsa, yana bir narsaga mundaq narsa, undan keyin bilim taqatmasak, xato bilgilar xato uchurlar yamraversa, odatdagi omma bilim haqiqatan mushu o'xshaydi deb qoladi. Shu sababdan maydonni bilimsizlarga tashlab berish xato. Endi albatta bizningki kuchimiz yetmayapti, hammaga yetish bo'lmayapmiz, ammo cho'qim men bu gapni endi meniki gapimni quloqiga yetib qolgan yoshlarga desam bo'ladi, yosh qizlarga cho'qim kendan birga bir ish qilish kerak. Boshqa ishni qilmasanglarmi, unga boshqa ishni qilmaganlar cho'qim ma'lum bir ishni tutishinglar kerak. Masalan, shu bilimlarni taqtishda. Rahmat. Unda bo'lsa yana bir savolim. Bir qiz endi yaxshi ish qilsa,
o'g'on boladek qizganmi deydi endi. Lekin bir o'g'on bola bir qiz boladek masalan nima qilib qolsa qiz boladekka desa ochiq gap shu. Endi siz buni qanday qaraysiz? Chunki mumkin mayli bizning jamiyatimizda ko'rib bo'ladi, jamiyatimizda bütün Japon ayollar tatidi. Mayli kichigimizdan tortib bizniki yetib o'sib cho'ng bo'lishimizdagi tarbiya o'xshamaydi. Qizlar asos jihatdan bekinma holatda turiladi. Masalan, masatga qiz bola chiqmaysa, uyga chiqmaysa, uyga bormaysa degandek, o'g'il bola soat qancha qaytib kelsa, unga gap yo'q. Masalan, undan boshqa yana birsiga qiz bolaga uni qilsam bo'lmaydi, buni qilsam bo'lmaydi, unda o'ttasam bo'lmaydi, manda kiyinsam bo'lmaydi degandek, o'g'il bola unda gaplar yo'q. Masalan, asos jihatdan degandek, shundan keyin qizlar asos jihatdan bo'g'ilib cho'ngiladi. Kim jetdim shu. Endi o'ylab anaqadan cho'ng bo'lgandan keyin kiyimdim shundaqa degandek. Andan yana birsiga bo'lsa, cho'ng bo'lgandan keyin masalan yurish masalasida, masalan muhabbatlashish masalasida aqllidagi muhabbatlashish masalasida o'g'illar qancha ko'p qizlar bilan muhabbatlashgan bo'lsa, o'zini shunda cho'ngishib ketgandek, uni maqtanib deydi. Qiz bola agarda bir necha qiz bolaning nomini sistib beradi. Undan boshqa mumkin yana birsiga bo'lsa, o'g'il bolalar ma'lum bir qiz bola yetolmagan bo'lsa, yaxshi ko'rib qilib o'qiz bolani. Agar u qiz bola rad qilgan bo'lsa, uning nomini sistib dedi. Nomini sistish degan gap asosiyatda ayollar qo'llaniladi. Erlarning nomini sisti qanday yo'q. Ya'ni mushunday ahvolda masalan men bir o'g'il bola qolsam, men hargiz qiz bola bo'lishni xohlamayman. Bunda hayotni kim xohlaydi? Albatta xohlamaydi unday hayotni hech kim. Shunga mumkin endi mushunday jamiyatda bo'lgan bir maqol temsil deydi. O'g'on bola o'z pul o'ynaydi, qiz bola o'z baxtiga o'ynaydi deb boshladim. Bizda mumkin yana birsiga maqol temsil noiti biz men bak yaxshi ko'rmayman maqol temsilni. Mumkin Uyg'ur tilimiz maqol temsilga boy. Bek faxrlanamiz bundan. Fransuzlarga kechkisi maqol temsil chiqib ketadi. Hamma gapga shunga bek amroq men kechkisi ma ahvolga qanday deydi, nima deysizlar. Shu masalanga lekin bizning maqol temsillarimizning hammasi to'g'ri emas albatta. Mumkin bo'laqmi ayollar haqidagi maqol temsillarningki to'lisi, tangdan to'lisi ayollarni bosadigan, zangli qiladigan, masxar qiladigan, masalanga ayol kishiningki chechi uzun axloq qisqa. Masalanga shunday masala yoki misol yana bir maqolda temsil bor, nima akaning ishini o'xshatgan, nima yangamning ishini o'xshatgan akaning o'tishi deb. Men bu 30 yoshga kirman, bir siqtamiz Nanka o'qishtirgan biz qilamiz uni masalan men o'zim tuzuk tomoq qilmayman masalan 30 yoshga kirib men o'zim menga kirib kelsa masalan men tomoq qilsam meniki hech kim yemaydi o'zimdan boshqa o'zim yemayman. Shunga o'xshash gap ya'ni demakchi ya'ni ayollar bostirgan bizdagi maqol tamsillar shunchalik andan bu ahvol bizga necha ming yillardan beri shunchalik o'rnab ketganligi uchun nurg'un ayollarni buni to'g'ri deb hattoki jonjahli bilan mushuni qo'g'daydi. To'g'ri. Aslida ekan. Nimish qilganda bu normal degani nima deydi? Tushunish to'g'ri hamda uni tarixiy jarayoni va demoqchiman. Tarixiy jarayoni va bunda bo'lishi mumkin. Xuddi qarang, besilishning uchun mayli ayollarning besilishi yoki az sonliqlarning besilishi yoki bo'lmasa ma'lum bir guruhning besilishi, umumiy besilish masalasi boshqa bir guruh tomonidan besilish masalasi hammasida o'xshash bir narsa bor qarang. Ya'ni mumkin hech qanday besilgan bir guruhga qo'yga o'xshash ma'qul deb qo'yib bermaydi. Uningda cho'qim qarshilik bo'ladi. Xuddi Uyg'urlar o'ziniki nima mustaqilligi o'zlariniki davlat uchun kurash qilib azaldan kurash qilib kelganga o'xshash. Men hech qilib qarshilik qilib keldi. Ya'ni kolonializmga qarshi, ya'ni nima shunga mumkin har qanday besilishda qarshilik qildi. Ammo bu qarshiliklar 100% bo'lmaydi har qanday guruhda-chi. Har qanday guruhda bir as-sonliq bir guruh bor. Undan yoqimsiz bu guruh hattoki ba'zi hollarda ko'p sonliq bo'lishi mumkin. Bu tarixiy jarayon. Mushunday tarixiy jarayonda shu guruh ichidagi bir turkum odamlar shu besilayotgan guruh tarafga o'tib turib, besilish ahvolini to'g'ri deb qaraydi va shuning uchun jonjahli bilan bosquvchilar bilan bir saf turib, besilg'uvchi o'zining guruhisidagilarni tang besib berdi. Bu bir sotsiologiyalik, bu jamiyatda bo'ladigan, jamiyat tarixidagi, ijtimoiy tarixdagi, jamiyatning tarixidagi bir ahvol. Bu ahvol uzargancha
bu ahvolni to'g'ri deb biladigan guruh a'zolarimiz shuncha ko'p bo'ladi. Shu sababdan undan oz bo'lsa-mu qarshilik qiluvchilar eng oz ahvolga tushgan taqdirdami, agar bu qarshilik davomli bo'lib tursa, bu ahvol cho'qim o'zgaradi. Shunga o'xshash, nimalarga ayollarning besish ahvolidami, bu ahvolni normal, hattoki to'g'ri deb biladigan ayollarning bo'lishi to'g'ri tushunish bo'ldi. Bu bir tarixiy jarayon bo'lganligi uchun to'g'ri. Ammo uni mayli er olsun, ayollar olsun buni to'g'ri deb biladigan vaqtning o'tishi, bilimning bilishi bilan ahvolning kaynadan o'rganish orqali o'zgartgan bo'ladi buni. O'zgartgan bo'ladi, har qanday narsa, o'zgarmaydigan narsa yo'q. Odamni o'zgarmaydigan odam yo'q. Shunga mumkin odamlarning o'zgarib ketsa-mu, o'kinishning hojati yo'q, chunki odamlarning yaxshi tarafga o'zgarishi mumkin, yomon tarafga o'zgarishi mumkin, ammo o'zgarish muqarrar bir narsa. İctimai hech qanday bir jamiyat o'zgarmay turmaydi. U o'zini davomli yangilab turdi, har qanday bir jamiyat. Ammo asl mohiyat, ya'ni bir guruh bo'lish, bir guruh nimada bir guruh bo'ladi. Uningki bir mohiyatlar bo'ladi. Bu mohiyatlarni hattoki ba'zi mohiyatlar o'zgarib turdi. Ammo shunda bo'lsa-mu, biz bir guruhga deydigan bir ideya bo'ldi. Biz bir umumiy guruhga. Shu ideya o'zgarmasa, bu guruhga yashab ketadi. Tushundim. Ko'p rahmat. Endi savolim, Uyg'urlarning yig'inlarida yoki marosimlarda odatda qizlar bilan o'g'illar ayirma o'ltiriladi endi bu. Muhim va cho'ng ishlar erlar tarafidan munozir qilindi. Ayollarga bo'lsa erlarning ishiga aralashma deydi endi. Bu xil endi ayollarni to'van ko'rish yoki erlarning endi ayollarni kontrol qilishiga yeşil chiroq yiqib berish ahvoli bizda endi umumiy yuzlik bir ahvol. Sizce bu ahvolning endi tarixiy va ijtimoiy sabablari nima? Anadikin ayollarning vazifasini faqat tug'ish, erning xizmatini qilish va bola beqish deb bilganda ideyaning ijtimoiy asosini nima deb qaraysiz? Abiyam deganimdek, abiyam deb kelganimdek, ijtimoiy ko'rinishi, tarixiy ko'rinishi bor. Ammo uning kaynidan tarixda anda yana bir abiyam deganimdek grup hayatı, her qanday grup hayatı, mayli u qanday ijtimoiy grup bo'lsin. Yani masalan bir millat, nation, yani bütün bir davlat xalqi bo'lsin va yoki bo'lmasa kichik gruplar bo'lsin, sandikatsallik gruplar bo'lsin, mayli har qanday bir grupninki grupida abiyam deganimdek o'zgarib turdi. Vaqt bilan o'zgaradi. Qanday o'zgaradi deganda, undan masalan bir milliy gruppa, masalan bir milliy gruppimi, uningki o'zgarib turdi milliy gruppa. Milliy gruppaning o'zi o'zgarib boshqa bir narsaga gruppaning nomi o'zgarmasligi mumkin. Ammo uni tarkib qiladigan alaydiliklar o'zgarib turdi. Tarix jarayonida. Endi bu uzun mezgil ishida bo'ladi. Masalan, Uyg'urlarcha bunda bir gap bor, mumkindir. Bizning an'anamiz tursa, bu bizning dinimiz tursa, bizniki neyimiz Uyg'urlarniki almasaqdan nima burundan tortib shunday tursa, bizniki burundan tortib shu nimamiz til jihatdan bo'lsin yoki bo'lmasa kiyim-kechak jihatdan bo'lsin degandek, masalan, nurg'un jihatlarda mumkin bizniki an'anamiz mush tursa deydi. Lekin bilish kerakki, ijtimoiy jamiyatda an'ana degan narsa, an'ana degan narsa o'zgarib turgan narsa. Ammo bu o'zgarish bu o'zgarish boshqa o'zgarishlardek, kundalik turmushimizga o'zgarishlardek o'zgarish emas. Uzun mezgil ketadi bu o'zgarishlarga. Va bu o'zgarishlar mumkin inglizcha transformation, fransuzcha transformation, ya'ni asta-asta o'zgarish, asta-asta boshqa bir narsaga o'zgarish bo'ladi. Ya'ni bu jamiyatningki normal jamiyat tarixininki normal bir hodisa bu, ijtimoiy hodisa, ya'ni tamamen o'zgarmaydigan narsa yo'q nimada bir ijtimoiy jamiyatda. To'g'ri. Undan an'ana shundoq ma'lum bir jarayonlarga jug'lanishlar, kollektivniki ma'lum bir tarix ichidagi ijtimoiy harakat, ijtimoiy odat
narsalarningki ma'lum mezgil asosiy jihatdan turaqliq turishi bu bir an'ana bo'ladi. Lekin mumkin ma'lum bir vaqtlardan keyin uzun mezgillar boshqa bir millatlar bilan uchrashish, bu uchrashish qanday bo'ladi deganda madaniy uchrashish bo'lishi mumkin, savdo uchrashishi bo'lishi mumkin va yoki urush orqali uchrashish bo'lishi mumkin. Degandek shu uchrashishlar natijasida har qanday bir xalq yana bir xalqqa ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir ko'rsatish birli bo'lmaydi. Masalan, hozirgidek Xitoylarning faqat Uyg'urlarga ta'sir ko'rsatish hozirgi ahvolimizni desak, yoki bo'lmaydi. Cho'qim Uyg'urlarning Xitoylarga, bizning vatanda yashayotgan Xitoylarga ko'rsatgan ta'sirimiz cho'qim cho'ng. Degandek, ammo imkonidan bizning kuchimiz oz bo'lganligi uchun ularning bizga ko'rsatgan ta'siri bular majburiy holda tangandan keyin ta'siri cho'ng bo'ladi endi. Demakchi bo'lganim, oldin yana birisi bo'lsa biz tarixdan beri Uyg'ur tarixini qarasaqmi, Uyg'ur tarixi aytib murakkab bir tarix. Uyg'ur tarixini o'rgatib qilmoq tarixchilar uchun aytibsiz. Masalan, anandan bugungi Uyg'urlarningki mayli kiyim-kechak, biz taqmagan adlar, sarqil nimalarimiz bo'lsin, u albatta anandan hattoki bizniki hozirgi Uyg'urlarningki 2010-yillarda deylik, masalan, 60-yillardagi Uyg'urlardan zo'r farqlanadi. Onun kendi nurgun jihatlarda. Andan onun kendi yana birisiga bo'lsa, uni 1800-yillardagi Uyg'urlar bo'lsin, uni oldidagi Uyg'urlar bo'lsin yoki 1000 yillarda yoki musulmon bo'lishdan avvalgi Uyg'urlar bo'lsin degandek, bu albatta bizlar ma'lum bir nima bo'yicha, an'ana bo'yicha davomli o'xshash kiyinib, o'xshash yeb, o'xshash so'zlab, o'xshash yezib kelganimiz yo'q. Narsalarning hammasi o'zgarib kelgan narsalar. Shundan keyin uzun mezgilda o'zgarishib kelgan narsalar. Shunga meniki demoqchi bo'lganim undan bu jarayonda ayollar lekin umumiy o'zgarmagan bir narsa mumkin. Ayollarningki bisilishi o'zgardi. Ayollarning bisilishi o'zgarmadi. Hamda ma'lum bir guruhda biz bislayotgan bir xalq bo'lganligimiz uchun biz bisilishning nimaligini nihoyat yaxshi bilishimiz kerak. Normalda biz nihoyat yaxshi bilamiz. Ammo undan biz masalanga undan besilgan bir millatda, besilgan bir xalqda davomli qarshilik bo'ladi deganimdek. Ammo mumkinidan xuddi hozirgi biz Uyg'urlarning ahvolini deylik. Uyg'urlarningki masalan uylarimiz, masalan vatanda nurg'un Uyg'urlarni boylar bo'lsin, nimalar bo'lsin, ularningki turmalarga yoki lagerlarga evatgan ekan, ularning uylarini Xitoy ko'chmanlarning berganligi ahvollar bo'ldi. Anakani yana birisiga nurg'un ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yahudiy qirg'inchiligida masalan, Yahudiy cho'ng qirg'inchilikda shu Fransiyaning o'zida masalan qo'shnilar o'zlariningki Yahudiy qo'shnisini tutib bergan gap. Ya'ni uniki tutib bergandan keyin Yahudiylarni qo'shnini tutib ketgandan keyin ma qo'shni o'zining uyini kichik namrat boy Yahudiyning uyiga kirib shu uyni egallab o'tgan. Ya'ni mundaq gapcha, bizning cho'qim vatanimiz shunaqa ahvollar bo'lyapti, cho'qim 100%. Uyg'ur qo'shnisini tutib ketgan qo'shuvlar, undan keyin Xitoy. Uyg'urlarning uylarida o'tganlik ahvoli bilan cho'qim shunday ahvollar bor. Endi undan keyin yana birisiga bo'lsa, nima deymiz? Ma'lum bir guruhning odamlari besilgan chog'da, uni besilayotgan yoki besilishga teng qarab berayotgan odamlar, undan keyin garchi ularning ichidagi bir turkumi ularning besilishiga ichi og'risimi, lekin uni o'zgartgisi kelmaydi. Nimishqa? Chunki ularning besilishi orqali kelayotgan manfaatdan quruq qoladi. Shunga besilayotgan guruhni o'zlari bosmaganlarmi, besilishni to'xtatishni xohlamaydi. Chunki o'ziga manfaat kelayotgan bo'lganligi uchun. Xuddi xizmatlarda nahaq holda bir xizmatdoshni ishdan elib o'tib, uning o'rniga sizni o'rnatgan bo'lsa, siz uning nahaq ketganini bilasiz. Lekin og'zingizni ichingizsiz, chunki uning o'rnini siz egalladingiz. Garchi sizning ichingiz sal og'risin, ichingizda hech nima demaysiz, demadingiz. Xuddi shunga o'xshash ahvol. Dal shu sababdan ayollarning besilish ahvolida o'zgarishning shuncha osti bo'lishi tarixdan beri. Shu sababdan. Ondan yana birisi bugungi ahvolda, bugungi zamonda endi az-to'la o'zgardi desak, bu ahvolni az-to'la kichikgina o'zgardi desak, Uyg'urlar qanday o'zgarish bo'ldi deganda diasporaning o'zida, masalan, diasporani deylik, biz diasporada yashayotgan odamlar shu 6 yildan beri eng oz deganda, shu 6 yildan beri nima bo'lyapti? Qirg'inchilik Uyg'ur xalqimizga qirg'inchilik bo'lyapti. Irqiy qirg'inchilik.
Mushu qirg'inchilik bo'layotgandan beri ko'rayotganimizdek, dunyoning har qaysi yerlaridagi diasporalarda ayollar oldingi sapning oldida menyapti. Sapning oldida ham undan ayollarningki bizniki ahvolimizni zo'r darajada olg'a ilgarilatdi. Masalan, boshqa nima demaydi? Butun dunyoda bizningki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining e'tirof qilinishi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bo'layotganligiga nima guvohlik berish orqali shuni butun dunyoga anglatgan 10 lager shahidi bor. 10 lager shahidining birisi er kishi, 9'i ayol. Ve bu savolni Xudoning haqida hamma yerda, butun yerda, mayli Fransiyada bo'lsin, Belgiyada bo'lsin, yoki bo'lmasa boshqa yerda men belginimda bo'lsin, menga bu savolni qo'ygan. Nimishqa saf ayollar. Mana bu faqat bir misol, faqat bir misol ve undan boshqa butun dunyoda bizning hozir balkim 100 dan ortiq Uyg'ur maktablar var bütün dünyada. 95% maktabninki o'qituvchilari, 95% belki az bo'lishi mumkin ayollar. Ve bu maktablarning hammasi haqsiz maktablar. Men bilginim yani. Mesela şahsen özümüzden mektebini alsak, tarjimler mektebini alsak, hammasi 100% haqsiz ishlaydi hammasi. Ve onun kendin bizdimi, onun kendin 90% o'qituvchimiz ayol kishi. Madatsız hem de his kurulu soştakemiz Onundan başqa kendin mayli Kanadada Ruqya Turdish olsun, nimede Angliyada Raima Mahmud olsun, Amerikada Rushan Abbas, elbette onunki bizim aldığımızda bütün dünyaya tuncu etem Uygurlarni tangan Uygur ahvalimizni tangan Rabia Qadir olsun, nima masalan kendin nazar. Yani nurgul ismini eğer ismini unutup qolsam xafa bo'lmanglar degandek, yani her yerde ayollar yani bunda desem erler ipleyen vatıdır deydiğen gepler çıkıyor. Erler elbette ipmeniş gerek ve ipmeni Allah ba elbette yok emez. Lekin neticelik ipmeni vatkan her yer közgü görünü vatkan ve alaydı ünüm bilen kıl vatkanlar itiraf kılış gerek ki bu ayollar. Ve bunu hem de bizim diasporada hazır hem de ben bir neticildim geri asla itiraf kılışka öttü. Lekin bu itiraf kılın naiti Fransız sistemimiz çimiydi. Naiti ağzının uçuda emdilikte değişken mecbur bulamadı. Yani hemen kendim şuna mesela ötken Amerika'ya vardım. Amerika'ya bir Uyghur Akademiyasını koyuşturgan mesela bagan çağdımı şu yerden kendim bir imamla teklif kılıp imam kapıp bütün dua kılıp 10 minutlik dua kılıp duası sap erlerge akılları kıldı. Aşın akram nimdeydi bütün dünyanın her qaysi yerlerde hayatı vatanımızın azatlık için özünü kurban kılıp atkan erlerimiz. Qaysi erlerimiz özlerini kurban kılıp ketipti. Özlerini kurban kılıp atkanında ayollar yani bir taraftan bala beqin, balalarını Uyghur kılıp terbiyeleş gerek dep emniyet jarsilatımız. Ben şunun içinde balalarını özlerine balam yok. Ayollar analardan şunu talep kılıp atımız. Onun kendinden kopap, bu analar özlerinin balalarını Uyghur terbiyeleş gerek, Uyghur kılıp terbiyeleş gerek. Kudu özlerinin balası dek. Erlerinin meslek bu balalar. Onun kendinden kopap anıtıl mekteplerine kılış gerek. Yani onu dava çıkış gerek, namayış çıkış gerek. Beter nime var. Şuna okşaş demekçi boğuna bütün işini abiyam yani jırıp etken çağda abayak gitmemiz geldi. Muşunda kahvaltı kimden ayal boğuz geldi. Azaldan tatip ayallar asıldı özün cemiyeti bisildi. Amdın yani gelip biz Uygurlar okşaş yani bir halk tarafından yani bir devlet tarafından bisilgan millette ayallar texmi beter bisildi. Onun kendinden biz hem de hazır biz diasporada yaşavatkanlar çetellik böyle sütümüz bilen gerçi biz mesela ben Fransız oldum lekin yanılı çetellik hesaplanma mesela biz bunun derdim tatımız bunun işte ayallar texmi bisildi bu çünkü Fransız cemiyeti abiyem degenimdek bu tam beraber cemiyet emes bir yerdimi küreş devamlı kılınıvadı bir yerdimi bir yerge ayallarını degendek şunun için anan kendim Uyghur cemiyeti de mi özgürüş bekasta ve lekin şunun için bu özgürüş ayollar ve erler bilen tam bulungan gap. Lekin hazırga kadar ayollar asosiyatın ayollar kirishib keldi bunun için. Hem de asla erler qaytılıp atıdı. Ben
Uyg'ur jamiyatini demayapman, boshqa jamiyatlarda masalan Fransiyadagi. Lekin mumkindan masalan ayollarningki barliq huquqlari sapla ayollar kurashlari orqali kelgan. Masalan bu nima kurashlar bo'lmagan ishimiz manda kiyinib o'tirmagan bo'ladi. Fransiyadan kelinmagan bo'ladi. Degandek masalan ayollarningki nima huquq bo'lsin, masalan iqtisodiy huquqlari yoki bo'lmasa balaga ega bo'lish onalik huquqlari bo'lsin yoki ona bo'lmaslik huquqi bo'lsin va yoki bo'lmasa bilet tashlash huquqi bo'lsin degandek mush huquqlarningki ijtimoiy qonuniy huquqlarning hammasini ayollar kurashlari orqali qo'lga kelgan. Feministlarning kurashlari orqali qo'lga kelgan. Mush huquqlarning hammasi. Shunga mumkindan o'tmishdagi feministlar shunday kurash qilmagan bo'lsa, hayotini berib kurash qilmagan bo'lsa, bugungi ayollar kelmaydi. O'qish, masalan, o'qish degan huquq, masalan, ma'rif shunday huquqlar. Shuning uchun mumkindan andan yana birisiga bu xuddi mumkindan o'sha shaklda odamlar kurash qilmoqchi ishga erishamaymiz. Ammo ayol Uyg'ur jamiyatimizda, bugungi Uyg'ur jamiyatida Uyg'urlarimiz ayollar bo'lsin, erlar bo'lsin, ayollarning o'tayotgan eg'ir bedeli va mumkin diasporadagi ayollarningki o'tayotgan oldingi saptiki rolini bilganlikin, e'tirof qilganlikin, mumkindan eng degan chog'da eng insoniy bir nima xislat insondagi. Boshqalarningki xizmatini e'tirof qilgandan boshqa mumkindan bir insonni mumkindan biz ko'rgan vaqtimizda, masalan, sizni ko'rgan vaqtimda bir qiz bola deb his qilmayman, oldindan bir inson deb o'ylayman oldindan. Ya'ni mushu bizning eng aqlli talab qiladigan biz Uyg'ur jamiyatining talab qiladigan eng aqllisi bir er kishilar ko'rishgan chog'da sen meni mumkindan bir ayol kishidek emas, oldi bilan biz inson. Masalan, insonlar musulmon bo'lsin, xristian bo'lsin, nim bo'lsin, oldi bilan bir inson. Oldimizdagi birisi bir inson. Shu insonlik munosabati, inson bo'yicha muomala qilish, inson muomalasini qilish, mushu aqlli talab qilinadigan narsa. Unda yana bir narsaga qo'shib qo'yilgan yana bir narsa, mumkindan masalan bir necha kun oldin 3-4 kun bo'lib qoldi, hozir 4 kun bo'libdi. 3-oyning 8-kuni masalan. 3-oyning 8-kunini bayram qilib shu hozir meni bildirganlar nima Dilnur bugun terikmayotgansiz deb chaqirib qo'ydi. Bayram bu 3-oyning 8-kuni bayram emas. Bu bayram neda shu ayollarning eng bosadigan davlatlarda bayram deb nima pardazlab ayollarga bir tal gul, bir tal nima sovg'a berish orqali og'zini yemlab, shuning bilan kendini shu kuni ularni qo'shilib qo'yib, uning kendini qolgan kunlarda besivrish davomlashaverdi masalan. Bu 3-oyning 8-kuni bayram emas, yana bir qatim deb qo'yay. 3-oyning 8-kunining ismi Dünya ayollar kuni emas. Dünya ayollar kuni emas. Balki 3-oyning 8-kuni xalqaro ayollar huquq uchun kurash kuni. Huquq uchun kurash kuni. Abiyam deganimdek, bayadım yerda aytganimdek, bu kurashda to'xtug'ini yo'q, nemishqa? Chunki barobarlik yo'q tegicha. Hatto mush Fransiyadagi abiyam deb berdim, har qaysi sohalarda. Shuning uchun bu kurash yana davomlashadi va bu kun faqat nima kun deganda, bu kun bugungi ayollarning bugungi kuninki oz jafo bilan kelmaganligi, oz kurash bilan kelmaganligi, lekin yanala nurg'un tengsizlik bor ekanligi va bu tengsiz insonlar orasidagi tengsizlikni tugish uchun bu kurashning davomlashadiganligini eslatish va bu kuni shu davlatda, ya'ni masalan Fransiyada bo'lsa qanday deganda, shu davlatda bu bir yil jarayonida ayollar huquqlari uchun nimalarga erishildi va yana nimalar kam qoldi, nima ishlar, masalan 125 ayol o'ldi. Hamrohining yoki bo'lmasa burunqi hamrohining qo'lida va bu 1-oyning 1-dan beri 35 ayol o'lib bo'ldi. 35 ayol o'lib bo'ldi 1-oyning 1-dan beri. Ya'ni shunday ahvollar davomli bo'lyapti. Ya'ni buni, ya'ni 3-oyning 8-kuni dal shuning uchun jamiyatni qaytadan qo'zg'ash, jamiyatning esiga qaytadan qattiq silish va nima bo'laqni siyosatchilarga besim qilish. Shu rol va bu kun berib choy ichib o'tirib nima tabriklaydigan kun emas, tabriklaydigan ishimiz yo'q. Bo'laq biz Uyg'urlarni tabriklaydigan ishimiz yo'q.
Bunda köpten köp rahmet ede sizge maşlan sözlep mesela men jiq narsa o'rganib oldim. To'g'ri. Unda yana bir savolimizning oxirgi bir narsa sifatida shuni davda, keyin masalan analar bilan nima ayollar nima deyilgan chog'da analar nima deyishgan narsa. To'g'ri. Shuni dedingiz, shuni davda men keyin to'xtayli. Haqiqatan shundoq men keyin bu analar yani bizniki jamiyatimizda haqiqatan ayollar nima deyilgan chog'da analar nima deyish nima qilindi. Bu deganlik buni tanqid qilish analarni tanqid qilish emas albatta. Shundoq ammo ayollarni undasa ana bo'lmagan ayollarni yoki yosh qizlarni yoki ana bo'lishni xohlamagan ayollar bor jamiyatda. Hozirgi ham shundoq degandek. Bu ayollarni keyin oldi bilan butun ayollarni bu guruhini faqat ularning tug'ish iqtidoriga qo'yish, ya'ni tug'sang sen yaxshi, tug'masang sen hech nimaga arzimaysan, jamiyatda o'rning yo'q degandek. Ya'ni erkishni unda qilmaymiz. Dada bo'lsang sen yaxshi, dada bo'lmasa uning aksi. Masalan, xizmat qiladi. Balki Fransiyada shundoq. Masalan, Fransiya jamiyatidami, hamda balki ig'ir emas, lekin shundoq ya'ni mavjud. Bu xil ahvol, ya'ni masalan, dada nima xizmatlarda masalan, balangiz bo'lsa, siz balasi bo'lgan bir er bilan bir er kishi bilan bir o'rinni tan olishsa, ikki yillarning balanlar bor. Lekin o'ringa er kishini oladi, sizni emas. Chunki uning kaynidan balasi bo'lgan er kishini xizmatga ta'sir qilmaydi deb qaraydi. Balasi bo'lgan ayolni xizmatga ta'sir qiladi deb qaraydi. Chunki bu nimadan keladi deganda, shuning uchun Fransiya jamiyatida o'zgartirgan ish yana nurg'un ko'p. Nimishqa degan chog'da ayollar bola beqish yana nurg'un ahvollarda ayollarning qo'li qolganligi uchun. Shuning uchun masalan shimoliy davlatlarda, Yevropaning shimoliy dunyodagi hozir hamda er va ayollarning barobarligi eng yuqori nimasiga kelgan hamda nisbatan yuqori holatga kelgan davlatlar. Bu davlatlarda masalan Fransiyadan bo'lyotdi, lekin bek asta otaliq ta'minlash bor. Fransiyada lekin majburiy emas bu, ammo qisqa. Otaliq ta'minlash masalan bola tug'ilgandan keyin. Shimoliy davlatlarda otaliq ta'minlash va onalik ta'minlash o'xshash. Shuning uchun uning ustiga lekin cho'qim ilish kerak. Shunga mumkin buni shuning uchun xizmatga ta'sir qilmaydi. Ya'ni xizmatga ta'sir qilishi o'xshash bo'ladi. Er va ayolniki bolamiz bo'lsin bo'lmas. Bir dada bilan bir onaniki xizmatda xizmatga ta'sir qilish qilmasligi o'xshash. Shuning uchun bu yerda kamsitish yo'q. Kamsitish yo'q. Shunga keyin mana gapchi. Uning keyin bu masalan mushu davlatda yana mavjud yaxshilanayotgan bo'lsin demoqchiman. Uyg'ur jamiyatida bu texmi ig'ir. Bu aniqli 100% ig'ir ayol kishi bo'lish sifatimiz bilan keyin biz cho'ng'aygandan keyin birinchi bo'lib to'xtamay bizga keladigan besim ota-onamizdan, jamiyatdan qachon to'y qilsa, qachon bola bo'lsa. Shularni shundoq. Uning keyin nima balasi bo'lmagan ayollar, uning keyin yana bir gapimiz uzrab ketdi. Uning keyin yo'l nima tul ayollar bo'lsin, ularning ahvoli ham nachar, tul ayollarning keyin. Ondan yana bir balamiz bo'lmasa, balasi bo'lmagan ayollarning o'rni ham betar ahvolda, ya'ni jamiyatning ko'zida. Shuning nimish qizib ketib kelgan chog'da, uning keyin bolam shu nima balasi bo'lgan yoki bo'lmagan ayollarda yoki masalan yosh ayollar masalan yosh ayollar qizlar bo'lsin masalan deganda, ya'ni chunki bu yig'ib ketib kelgan chog'da ayollar guruhining inson sifatida emas, tug'ish iqtidoriga qarab tug'amdi, tug'mamdi, shunga asosan tuqqan bo'lsa hurmatga sazovor bo'ldi, tug'magan bo'lsa hurmatga sazovor bo'lmaydi. Mana ya'ni erlar guruhisini bunda nazarda olmaymiz. Balasi bo'lgan bo'lsa hurmatga sazovor, balasi bo'lmagan bo'lsa hurmatga sazovor emas deb qaralmaydi. Erlar buni uchirmaydi. Uchirmaydi shuning uchun. Ya'ni bu yig'ib ketib kelgan chog'da bir insonni inson sifatida qaraganlik yoki qaramaganlik bilan munosabatlik. Ya'ni ayollar guruhisini insoniy guruh deb qaramaganlik uchun faqat uning kaynidan tug'sa inson bo'ladi, tug'masa inson emas.
Şuna kendi bu mesele naiti ağır bir mesele hakikaten. Onun kendi ve icra etip geleceğinde Uygur cemiyeti de bizninki ne deymiz? Biz bu xil gaplarni o'tirib qo'ygan vaqtimizda ezilgan gruplarni ezmaslik masalan jinsiy gruplar, diniy gruplar, masalan islom diniga ishonmaydigan masalan bizning Uyg'urlar ichidagi masalan xristian diniga yoki bo'lmasa bilmayman boshqa dinga va yoki balkim dinga ishonmaydigan Uyg'urlar bo'lsin. Ma'lum imkondan ularni yaklab aramizga olmay, undan keyin qilgan seri yoki bo'lmasa besib qilgan seri biz albatta birlasholmaymiz. Va shu Fransiyani bilsak, yoki shu diasporaning o'zida nurg'un yoshlar diasporaga aralashmaydi. Uyg'urlarning hech yashaydi. Va ularningki mutlaq ko'pchiligi chunki ideologiya ya'ni Uyg'urlar jamiyatininki diasporadagi Uyg'ur jamiyatininki ularni qiqishida qo'rqib yaqin kelmaydi. Masalan, balkim ularningki ular balkim dinga ishonmasligi mumkin va yoki bo'lmasa dini boshqa bo'lishi mumkin va yoki bo'lmasa jinsiy jihatdan jinsiy yo'linishi norma bizning jamiyatimizning normasi bo'lmasligi mumkin, bu normasi kirmasligi mumkin. Undan keyin degandek shundoq jamiyatimizning normasiga kirmaydigan odamlar. Bizning jamiyatimizning normasi nima? Jamiyatning Uyg'ur jamiyatining normasi musulmon bo'lish, chunki ko'pchilik musulmon. Undan keyin heteroseksual, ya'ni normalik jinsiy yo'nalishda bo'lish, undan keyin qarshi jinsni yaxshi ko'rish. Undan keyin va yoki bo'lmasa dinda bo'lmaslik, ma'lum bir dinda yoki bo'lmasa islom dinida bo'lmaslik va yoki o'xshamagan shunday nimasi o'xshamaganlik uchun yoki bo'lmasa ularningki kiyinish yurish turishlari bizningki Uyg'ur umumiy jamiyatining ko'ziga sig'masligi mumkin, chochlari yoki bo'lmasa kiyinishlari. Shunga ular mumkindan bu nimalar herkes hech kim mazochist emas, ya'ni hech kim o'zining ezilishini xohlamaydi. U balkim shu yoshlar shu sababdan bizningki jamiyatimizning ichiga kirmaydi. Uyg'urlardan hech yashaydi balkim shu sababdan, ya'ni Uyg'urlar chetga qoqdi degan shu sababdan mayli ayollar guruhi yoki bo'lmasa boshqa asonliq guruhlar bo'lsin, agar biz shundoq chetga o'xshamagan jamiyatimizning normasiga kirmaganlarni chetga qiqayvergan bo'lsak, biz hargiz bu vatanni ozod qila olmaymiz. Undan yana birlik, chunki birlik bo'lmaydi. Undan yana birsiga bizningki umid qiladigan kelgusi Uyg'ur jamiyati mayli dinimizningki, mayli jinsiy yo'nalishimizningki va yoki bo'lmasa kiyinish yoki odatlarimizningki qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ammo o'rtaq bir niyat, bir Uyg'ur erkin davlatiningki kuchli bo'lishi va erkin bo'lib mustaqil bo'lishimiz. Shu niyat bilan bo'layotgan, shu niyat bilan kurash qilishimiz kerak. Bizningki kurash niyatimiz faqatla shu bo'lishi kerak. Chunki uningdan boshqa narsalarning hammasi ma'lum bir o'rtaq bir haqiqiy erkin jamiyatda hech kim o'zicha yuklanmasligi kerak. Chunki bu o'xshamaslik jinoyat emas. O'xshamaslik hargiz jinoyat emas. Shunga mumkindan jinoyat bo'lmagan ekan, agar sizning ko'zingizga sig'magan bo'lsa, ma'lum bir odam o'xshamaganlik uchun aralashmang. Sizni hech kim uni aralashing deb qo'shib qo'ygani yo'q. Aralashmasangiz bo'ladi, ammo azor bermang. To'g'ri. Haqqa azor bermang va yaklamang. Ondan boshqa har qanday jamiyatda o'xshamaydigan odamlar, jamiyatning umumiy normasiga kirmaydigan odamlar bak oz bo'ladi, osonlik bo'ladi. U osonlik odamlarni yeklab mijib qilmasangizmi, menimcha shu hayotida qilgan ishi yo'q odamlar, shunday o'ziga o'xshamaydigan odamlarni mijib yeklashni yaxshi ko'rdim menimcha. İctimai o'rni bo'lmagan odamlar. Shunga bizdek ezilgan millat, xalq cho'qimdan keyin bizning bir nishonimiz bo'lishi kerak va bu nishondan herkes ezib ketmasligimiz kerak. Bizning nishonimiz faqatla demokratik, erkin mustaqil bir Uyg'ur davlatiningki qaytadan barliqqa kelishi va buningda millati, diniy, jinsiy xohishi, jinsiy yo'linishi va yoki odatlari o'xshamagan barliq kishilarningki shu davlatning a'zosiman deb qaraydigan barliq kishilarning erkin yashay olishi. Bizning maqsadimiz shu bo'lishi kerak. Bundan tezib ketmasligimiz, ezib ketmasligimiz kerak. Va buningda shuning uchun o'xshamagan odamlar, o'xshamagan guruhlarni chetga qoqmasligimiz, balki aramizga ilishimiz kerak. O'xshamasa bo'pti, mayli. Biz o'xshamagan shunday bir
tolerant, yani hammasini o'z ichimizga oladigan keng qo'lsaq bir jamiyat uchun kurash qilyapmiz. Shaxsan men shundoq bir kelgusi keng qo'lsaq bir jamiyat uchun erkin, mustaqil bir Uyg'ur davlatining bo'lishi uchun kurash qilyapman. Köpten köp rahmet ede. Bugün şunda söhbetin şunda ko'ngillik bo'ldi. Qimmatli vaqtingizni chiqarib bizga so'zlaganingizga uchun rahmat. Amsa bugungi programmamiz mushagich bo'lsin. Kelar sana ko'rishguncha omon bo'laysizlar. Bo'ldi, rahmat, xo'sh.